Aziz do'stlar, Makka-i Mukarramadamiz. Biz bu joydan 5-6 ming kilometr uzoqlikda yashaymiz. Ammo xalqimiz shu 5 ming kilometr uzoqda turib, qiblaga qarab oyog'ini uzatib o'tirmaydilar. Qiblaga qarab oyog'ini uzatib yotmaydilar. Qiblaga orqasini qilib, qiblaga oldini qilib hojatxonada o'tirmaydilar. Nima uchun bu mavzuni ochyapmiz? Bu joyda shu narsaga sal beparvolik qiladilar. Mehmonxonalarni yotoqxonasida sizni yotgan kravatingizni oyog'i qiblaga bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga kiringda, har mehmonxonani shiftiga qiblani nimasini chizib qo'ygan bo'ladi, strelka qo'yib qo'ygan. Shunga qarang, agar haqiqatan sizni oyog'ingiz qiblaga to'g'ri bo'lib qolgan bo'lsa, bolishingizni narigi tomonga qo'yib oling. Oson bu narsa. Hojatxonada ham iloji boricha rioya qiling. Chunki siz bundan 5000 kilometr uzoqlikda rioya qilib yurgansiz, bu joyda rioya qilmaysizmi?